Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli shogirdlar, hurmatli o'g'illarim, qizlarim, birodarlarim. Bugungi darsimiz sabr to'g'risida. Biz ikkita bob Riyozi Solihindan o'qidik. Avvalgi bobimiz ixlos to'g'risida edi. Ikkinchi bobimiz tavba to'g'risida edi. Endi uchinchi bobimiz sabr to'g'risida. Alloh tabaraka taolo sabr to'g'risida qaysi oyatlarni yuborgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sabr xususida nima hadislar bayon qilganlar? Inshaalloh bu bobda hammamiz o'qib o'rganamiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق الله العلي العظيم. Alloh tabaraka taolo mo'minlarga xitob qilib aytadi: ey mo'minlar, sizlar sabr qilinglar. Va sobiru dedi, bu jangda, jihod maydonida bo'lgan vaqtlaringda dushmanlarga qaraganda sizlar sabr qilguvchiroq bo'linglar degan ma'noni tafsirlarda keltirilibdi. Shunday bo'lgandan keyin biz dushmanga qaraganda mo'min musulmon sabrliroq bo'lish kerak. Va robitu, ya'ni Alloh tabaraka taolo muqim bo'linglar, doimiy bo'linglar shu holatlaringda. Ya'ni sabrda, dushmanning muqobilida sabr qilishlikda doimiy bo'linglar, muqim bo'linglar deb Alloh tabaraka taolo amr qiladi. Vaqtiki shu oyatni o'qigan vaqtimizda biz Alloh bizga amr qilganligini, ya'ni bizga vaqtiki sabr qilinglar degandan keyin bizga go'yo namoz o'qinglar desa farz bo'ldi, yoyinki tahorat qilinglar desa farz bo'lgandek, sabr qilishlik mo'min odamga bir farzdir. Boyat shu Allohning amriga itoat qiladigan bo'lishimiz kerak. Yana ikkinchi oyatda فاستعيذ بالله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم. Bu ham Sura-i Baqaradagi 155 oyat. Bunda ham Alloh tabaraka taolo siz bilan bizga aytayaptiki, sizlarni men sinayman. Ya'ni imtihon qilaman. Nima bilan imtihon qilaman? Xavf bilan, ochlik bilan. Alloh tabaraka taolo shu jang maydonlarida yoyinki musofirchilikda yo boshqa holatlarda mo'min musulmonni qanday masalan sinaydi, qanday imtihon qiladi? Ya'ni Alloh tabaraka taolo bir qo'rquvni qalbiga solib, yoyinki ochlik masalan yalang'ochlik bilan Alloh tabaraka taolo sinaydi bandalarni. Yana Alloh tabaraka taolo nima bilan sinaydi? Alloh taolo ikkinchisi mollarni, nafsimizni yoyinki mevazor bog'larimizga nuqson keltirishlik bilan, nuqson yetishlik bilan Alloh taolo bizni sinaydi. Ya'ni molimizga bir nuqson yetib qolishi mumkin. O'g'ri olib ketadi yoki qaraqchi urib ketadi. Yo nafsimizga bir nuqson yetadiki, bir joyimiz og'riydi yoki jihod maydonida qo'limiz, oyog'imiz yo bir joyimiz masalan shikast bo'ladi. Shunday holatlarda Alloh tabaraka taolo bizni shunday nimalar bilan ham bog'larimiz bo'lsa bir yomg'ir yog'masdan yo suv kamchilik bo'lib qurib ketishlik bilan Alloh tabaraka taolo bu nuqsonlar bilan bizni sinaydi. Shuning uchun mana shu holatda nima qilishimiz kerak? Sabr qilguvchi bo'lishimiz kerak. Va bashiris sobirin. Alloh taolo agar mana shunday holatlarda u odam jaza-paza qilmasdan, yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan, bu Allohni bizga bergan bir ne'mati bo'ldi deb agar sabr qiladigan bo'lsa, shularga bashorat bo'lsin deydilar. Va bashiris sobirin, ya'ni xush xabar. Ana shu sabr qilguvchilarni Alloh tabaraka taolo jannat bilan ne'matlaydi. Shuning uchun biz har holatda Alloh bizni bu dunyoda imtihon qilyapti. Biz imtihon dunyosida turibmizmi? Bu imtihon dunyosida boyat imtihondan yaxshi o'tishligimiz uchun sabrni pesha qilishimiz kerak,
doiman har holatimizda bo'lsa, molimizga, jonimizga, bog'imizga, har joyimizga nuqson yetadigan bo'lsa ham Allohdan deb sabr qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Alloh hammamizni har musibat yetgan vaqtida ham sabrli bo'lishimizga Alloh nasib qilsin. 3-oyat Alloh tabaraka taolo innama yuvaffas sobiruna ajrahum big'ayri hisab. Alloh tabaraka taolo 3-oyatda, bu oyat ham Zumar surasining 10-oyati. Alloh tabaraka taolo sabr qilguvchilarni ajrini mukammal tamom beradi. Ularni qoldirib qo'ymaydi. Har kim sabr qiladigan bo'lsa, o'shani kafiy, masalan, o'shanga yetarlik ajrini Alloh tabaraka taolo beradi. Shuning uchun Alloh tabaraka taoloning ajri behisob. Bu sabr qilguvchilarga boshqa narsalarga behisob demadi. Hisobi bor. Har bir savoblarni hisobi bor. Lekin bu sabrda behisob dedi. Agar o'sha inson Alloh tabaraka taolo aytganidek jaza-paza qilmasdan bir musibat yetgan holatida agar sabr qilguvchilardan bo'lsa, Alloh taolo unga behisob ajrni mukammal beradi. 4-oyatimiz Estaizu billah وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sadaqallahul azim. Shura surasi 43-oyat. Har kim sabr qilsa, musibat yetadi, odam sabr qiladi. Sabr qilsa, misliki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam Makka mukarramada kofirlarni, mushriklarni musibatlariga, ozorlariga, aziyatlariga qanday sabr qildilar? Har kim sabr qiladigan bo'lsa va g'ofara, undan keyin kechiradigan bo'lsa, endi u afv qilishlik har kimning qo'lidan kelmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramani fath qilganlarida nima dedilar? Va antumut tulaqo, mushriklarga, o'sha Makkani kofirlariga nima dedilar? Sizlar ozodsizlar dedilar. Ya'ni hammalarini kechirdilar. Ana keyin ular uyiga borib o'ylashdi-da, buni podshoh qilamiz dedik, unamadi. U qilamiz dedik, buni dini haq ekan deb hammalari islomni qabul qilishdi. Shuning uchun mo'min musulmon odam bir musibat yetganda, boshqa bo'lganda, kofir ham bo'lsa, muqomimizdagi mushrik ham bo'lsa, biz kechirimni masalan oldiga olish, ya'ni misli payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanday kechirganlar, shunga o'xshagan. Va zalika min azmil umur. Bu maqsadga muvofiq ish shu. Maqsadlariga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yetdilar. Nimaga? Shu kechirimli bilan, axloqlari bilan, odoblari bilan. Shuning uchun inson ham kechirimli bo'lish kerak, ham sabrli bo'lish kerak. Shunda haqiqiy o'sha maqsadimizki Allohning roziligi, Allohning xursandchiligi, o'sha maqsaddagi ishimizga yetamiz. Xo'p, keyingi oyatimiz yana Alloh tabaraka taolo Sura Baqara 153-oyatda marhamat qiladi. Fastaizu billah. Vasta'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ya'ni vasta'inu, bu Allohdan ko'mak talab qilinglar. Ya'ni bir narsani talab qilishlik bu bobdagi isti'onat, ya'ni isti'onat ko'mak, yordam talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan. Sabr bilan. Allohdan sabr so'ranglar, Alloh sizlarga tavfiq berib, sabrni Alloh ato qilsin. Va solah va namoz bilan. Bir musibat yetgan vaqtida 2 rakat namoz o'qirdilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, darrov Allohga masalan ko'mak talab qilardilar, yordam talab qilardilar. Mo'minlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning odatlaridek boyat nima qilsak, biz ham musibatga sabr qilsak, undan sabrdan yordam so'rasak Allohdan va namozdan. Endi shunday bo'lgandan keyin innalloha ma'as-sobirin. Sabr qilguvchilar Alloh taolo birga. Alloh tabaraka taolo qanday birga? Alloh ilmi bilan birga. Alloh siz bilan menga qudrati bilan birga. Alloh eshitib turibdi, Alloh ko'rib turibdi. Bu holatlarda Alloh tabaraka taolo bilan biz birgamiz. Ya'ni Alloh bizga bo'ynimizni tomiridan ham yaqin. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Ya'ni bizni bo'ynimizni tomiridan ham Alloh taolo bizga yaqin.
Nimaga eshitib turibdi? Nimaga bizni ko'rib turibdi? Bizni ilmi bilan, qudrati bilan bizni hamma holatimizni bilib turibdi. Shuning uchun biz har holatimizda ham sabr qilishimiz kerak, Allohni xursand qilishlik uchun. Keyingi oyatimiz yana Alloh tabaraka taolo bu sura Muhammad 31-oyatda وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sadaqallohul aliyyil azim. Alloh tabaraka taolo aytadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, yana sizlarni imtihon qilamiz. Yana sizlarni biz sinaymiz. Mujohidlaring qaysisilar u, munofiqlaring qaysi? Sizlarni sabr qilguvchilaring qaysi-yu, betoqat, besabrlaring qaysi? Sizlarni biz imtihon qilamiz, ya'ni sinaymiz. Shundan bilib olamiz bizki qaysi odamlar bizni musibatlarimizga sabr qiladi. Albatta mo'min musulmonlar sabr qiladi. Sabr qilishlik bu amr bo'lgan. Boyat eng yaxshi sifatlardan bu sabr qilishlik. Har bir musibat yetgan paytda, ho jihad vaqtida, ho musofirat vaqtida, har holatimizda bo'lsa, odam eng yaxshi ko'rgan, masalan, payg'ambarini yo'qotib qo'yganda qanday, masalan, o'sha sahobalar, payg'ambarimiz do'st tutgan insonlar qanday sabr qilishgan. Inson otasini yo'qotadi, onasini yo'qotib qo'yadi, o'zini eng yaqin do'stlarini yo'qotadi. Shunaqa holatlarda Alloh tabaraka taolo sabrga buyuradi. Sabr qilinglar. Sabr qilishlik, musibat yetgan vaqtida avvali musibatda sabr qilishlikni Alloh taolo do'st tutadi. Alloh tabaraka taoloni bu Qur'onida sabrni fazilatlari xususida juda ko'p oyatlar nozil bo'lgan. Endi biz mana shu bir nechta oyatni aytdik, shu bilan kifoya qilamiz. Alloh tabaraka taolo hammamizga shu oyatlarda amr qilingan sabrni Alloh tabaraka taolo tavfiq bersin, sabrli bo'laylik. Musibatlarimizga Alloh tabaraka taolo bergan bu dunyodagi imtihonlaridan yaxshi o'tishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.